mana shu yerda salrat bo'lib turgan, chiroyli vid berib turgan голубой yerlarimizga qaranglar, qanaqa chiroyli. Bular xupsi sorti, prям rangi oppog'i, italyanskiy, payvand qilingan, привозной bular. Bularni yaxshi tomoni kislorodni vosh zo'r beradi. Bu kislorodni bergandagi hech qaysi ko'chat baribir bermaydi. Shuning uchun bular qimmat. Qizil kitobga ham kiritilgan va nodir archani ham qo'yilishiga, nodir archa bo'lishiga mana shu archa sabab bo'lganda, chunki noyob archa bo'lgan bu. Shu bilan nodir archa bo'lib ketganmiz. O'tgan videolarimizda aytib berdik-ku. Mana shunaqangi голубойlarimiz bor, mana qaranglar. Xo'p, bu голубойlarimiz 1200 dollardan boshlanadi, 2 metrligi va kattalari 1800 dollargacha boradi. Zaytun daraxti mana qaranglar. Hamma so'raydi bizdan, alifka bormi, zaytun bormi deb. Alifka zaytunimiz bor. Mana shunaqangi shtampli ko'rinishda, gullida, hosil tugadi. Buni ko'proq zimniy sadda bor odamlarga, yo bo'lmasam restoranlarning kirish, ichkariga kirishlariga ekish tavsiya beramiz. Bularimiz narxi 250 dollardan. Magnolia 1 metrli magnoliyalarimiz, boya magnoliyalarimiz katta kichkinalari bor dedik-ku, mana shunaqangi kichkina magnoliyalar. Xo'p, bularning narxi 130 dollardan. Xo'p, mana keyin kiparis. Hamma so'raydi, kichinasi yo'q, kichinasi yo'q. Mana 3 litrli, bo'yi 1 metr deymiz, mana. Qaranglar, qanaqa rangi ham oppoq payvand qilingan, toza italyanskiy. Xo'p, bularimiz narxi 25 dollardan. Hamma so'raydi, turetskiy bilan italyanskiy nima farqi bor deb. Xo'p, italyanskiyni birinchidan rangi mana shunaqangi oppoq bo'ladi. Ikkinchidan italyanskiy stolni ko'rasam, bambukka bo'lib tekis chiqaradi. Buni Turkiya ham qilsa bo'ladi, lekin Turkiya unaqa qilmaydi. Bilmayman nimaga unaqa qilmaydi. Rangi ham bunaqa bo'lmaydi, lekin italyanskiydagi bo'lmaydi rangi. Xo'p, bu ham magnolia. Bularning narxi 135 dollardan, bu kiparislarimiz 25 dollardan. Xo'p, Little Gem ham maydasi bor. Mana qaranglar, mana. Bu Little Gem, bilasizlar, Little Gem постоянно gullaydigan va mana bu magnoliyalarimiz ham bor. Bu magnoliyalarimiz ham narxi 135 dollardan. Xo'p, azaliya bunimiz. Xo'p, mamanimizni majvelnik bonsai, qaranglar qanaqa. Bu majvelnik bonsailarimiz, bilasizlarmi, qancha vaqt ketgan bunga. Bonsailar o'zi har doim qimmat bo'ladi-yu. Bilasizlar, nima uchun qimmat bo'lishini aytolman sizlarga. Chunki bu shu etapga kelguncha bitta odam qanchadir umrini shu ko'chatga sarf qiladi. Shuning uchun bu narsalarimiz narxi qimmatroq chiqadi. Xo'p, bu bonsailarimiz 1,5 dollar. Biza o'tgan safar olib kelganimizda 2,5 5000 dollarga olib kelganmiz bonsailar. Bular kichkinalar, sredniylar hisoblangan taqimam. Bularni bilasizlar-ku, Italiya davlatidan qo'yaman katta-kattalarni YouTube kanalim, Instagram sahifamizga qo'yib boraman. 180 ming, 150 ming dollar. Xo'p, shunaqalarni endi kichirolari Toshkent hammaga ommabop narxlarida kelgan. Xo'p, keyingisi mana shunaqangi qaranglar. Kedirni bonsai qilingani bor ekan mana. Mini bonsai. Mana shunaqangi bonsai ham bor, kichkina. Xo'p, bunimizning narxi 300 dollardan. Xo'p, boya ko'rsatdim sizlarga 1 metrli kiparis. Mana shu kiparislarning 2,5 metrlilari ham bor. Soni ko'p, hali bemalol, hali bir dona sotilmadi, chunki kecha chiqib tushirdik bularni ham. Xo'p, bularning narxi 135 dollardan. Agar kelib ko'proq oladigan bo'lsanglar, yana ham arzonroq qilib bera olaman buni. Mana qaranglar, qanaqa kiparis. Hidini ko'rsanglarchi, buni hidi vashi dahshat chiqadi, hidi bor-ku. Hamma italyanskiy mevali so'raydi-yu. Mana italyanskiy mevalar. Bilasizmi nimaga ko'pchilik italyanskiy mevali so'raydi? Sababi katta bo'lib ketmaydi, deb haybat bo'lib ketmaydi, xo'lilarda tarvaqalab ketmaydi. Kichkina, miniatyurni bo'lib hosil tugadi. Buni prям hosilni o'zi vareniya qiladigan demayman, lekin dekoratsiya uchun xo'liga juda ham chiroyli tushadi. Xo'li kirsanglar, masalan, shoptoli, olmalar bitta hosil tugib turgan bo'lsa, mana bu dekoratsiya. Mana shunaqangi mini daraxtlarimiz ham kelgan. Xo'p, bu daraxtlarimiz narxi 100 dollardan. Mana xola kelib xohlaganini tanlab olishingiz mumkin. Shoptoli, olma, nok, behi, o'ri, xurmo ham bor, hattoki xurmo daraxtlari ham bor, mana shunaqangi karligi daraxtlari. Navbatdagi mahsulotlarimiz bu chinor daraxtlari. Mana qaranglar, 5 metr, 6 metrli mana shunaqangi chinor daraxtlarimiz bor. Xo'p, chinor daraxtlarimiz narxi 550 dollardan. Xo'p, keyingisi jasmin. Mana vyushi jasmin. Ko'p ko'rsatganmiz vyushi jasmin daraxtlarimiz. Vyushi jasmin kustardiklarimizni, mana jasmin kustardiklarimiz ham bor. Bularimiz narxi 135 dollardan. Va stelushi majvelnik tegiga tushgan mana shunaqangi stelushi majvelniklarimiz ham bor. Qaranglar, qanaqa kichkina, chiroyli, kompaktni qilingan. Xo'p, bu majvelniklarimiz narxi 25 dollardan. Xo'p, yana bu yerda qanaqa mahsulotimiz bor? Xo'p, daraxtlarimiz bor. Bu tomondan ko'rsataman, kelinglar. Mana shu yerda ikkita dona qizil klion daraxtimiz bor. Bayi ham qip-qizil. Mana shu tegidan chiqadigan baland bo'lib, juda chiroyli bo'ladigan. Rangi ham qip-qizil. Xo'p, bunimiz narxi 950 dollardan. Ikkita dona qolgan bu klionimizdan. Xo'p, ko'pida kelganda buni mijoz xaridorlari bor, olib ketib qolishdi. Xo'p, buni. Xo'p, keyingi daraxtlarimiz bular kashtan. Hamma kashtan italyanskiy, shtampli, payvand qilingan. Chiroyli kashtan. Kashtanlarimiz narxi 550 dollardan. Xo'p, keyingisi shtampli
grab deydi, o'zbekcha nomi qayrag'och, gujum deyishadi. Mana shunaqangi shtampoviy grablarimiz bor. Xo'p, bu shtampoviy grablarimiz narxi $1200 va kichikroqlari bor $900. Xo'p, keyingisi orqa tomonda bularimiz lipa daraxtlar, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bular lipa daraxtlarimiz, mana bular. Lipa daraxtlarimizdan ham ikki xil razmeri bor. 16-18 bor va 18-20 razmerlari bor. Xo'p, 16-18imizning narxi $960 chiqadi. 18-20imizning narxi $1200 chiqadi. Mana shunaqangi shtampoviy lotincha nomi Tilia Americano deydi. Ya'ni lipa amerikanskiy degan nomni beradi. Mana shunaqangi lipa daraxtlarimiz bor. Shtampoviy magnolia qaranglar. Mana boy listopadni magnoliyani ko'rsatdim-ku. Mana bizda mana shunaqangi shtampoviy tepadan chiqqan shoxlab chiroyli bo'ladigani ham bor mana shunaqangi. Bularning narxi sal qimmatroq, chunki bular o'z tegida qimmat. Bularimiz narxi $860 dan boshlanadi. Xo'p, ketdik. Keyingi daraxtlarimiz bu lola daraxtlari mana. Lola daraxtlarimiz hamma so'raydi. Hozir ommalashib borayotgan lola daraxtlarimiz mana bo'ylari 4-4,5 metrliklari ham bor, xudo xolisa. Narxlari $450 dan boshlanadi, $1200 gacha boradi lola daraxtlarimiz narxi, razmeriga qarab. Xo'p, undan keyingi daraxtlarimiz bu daraxtlarimiz bu ham qizil klion. Bular ham qizil klion, razmeri sal kichikroq. Bo'ylari 3,5 metr. Xo'p, narxlari $375 dan boshlanadi. Va lipa ham bor oxirida, xuddi shunaqangi razmer, kichkina razmer. Uni ham narxi $175 dan boshlanadi. Piramidalniy grab, boya grab etdim, shtampoviy, qayrag'och, gujum. Buni tegidan chiqqani ham bor. Qaranglar qanaqa bo'yli, chiroyli bo'ladi. Bu bayt chiqarganda juda ham chiroyli bo'ladi. Mana buni ham xo'lligi kishi tavsiya beramiz. Xo'p, bularimiz narxi $530 dan. Ha, bu grabdan bizda ikkita kattasi kelgan, juda ham katta. Narxi ham juda qimmat. Hozir uni ham ko'rsataman, yuringlar. Mana kattasi, bo'ylari 7-8 metr. Juda ham katta, formalarini ham juda ham chiroyli kesib keltirgan. Xo'p, bu grablarimizning narxi $4300 dan bo'ladi. Nodir aka kanalini kuzatinglar. Xudo xolisa hali hamma tovarlarimiz kelmadi. Tovarlarimiz yana kelyapti yo'lda. Xudo xolisa kelsa, u tovarlarimiz ham обязательно YouTube kanalimizga joylab boramiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Rahmat.